Ada, men Instagramga ibratli rolik olmoqchiman. Nega? Shu odamlar ibrat olish uchun. Anvardan 4 yil oldin qarz olganding. Qaytardingmi? U kasal-ku hozir. Tuzalsin, qaytaraman. Zinadan itarib yuborgan xotiningni больницаga borib ko'rib keldingmi? Uydagilari oldida ekan. Gapingni navbati kelganda qo'shnini qo'yini bildirmasdan uyga olib kirib qozonga bosding. Keyin ularga rostini aytaman deding. Aytdingmi? G'alati tushunib qoladi-da. Qadrdonimiz har holda. Onangni uzugini Lombarddan qaytarib olib keldingmi? Shuni harakatida yuribman hozir. Onangni o'zini Lombarddan qaytarib olib keldingmi? Shu kunlarda hal qilaman. Harakatdan to'xtama bolam. Odamlarga ibrat ulashish bu yaxshi mavzu. Ulashur. Aytgancha faqat onangni Lombarddan olib kel, xo'pmi? Bunaqa do'st hammaga ham nasib qilmaydi deb o'ylayman. Ichsa faqat sut, cheksa faqat muhabbatdan azob chekadi. Qizlarga qarasam, ko'zlarimni qo'li bilan yumib, gunoh yozilsa, menga yozilsin deydi. Instagramga kirsam, undan ko'ra foydali ish qildi. Kecha soat 2 da dachaga kitob o'qishga olib chiqib ketadi. A'lochi qizlarni ham oladi, dars foydali bo'lsin deb. Choyxonada umuman hisobga qaramaydi. Chunki hisob kelishidan oldin turib ketadi. Menimcha onajoning duosini olgani. Biz ham turganda onasini duo qilib qo'yamiz. Savob ishda tengi yo'q. Hattoki ajrashib kelgan sinfdosh qizlarning uyiga ro'zg'or qilib tez-tez holidan xabar olib turadi. Hasaddan uzoq, hammaga havas qiladi men do'stim. Pulpatlardan kimdir yangi uy olsa havas qiladi. Yangi mashina olsa havas qiladi. Qamalib ketsa sevinchi ichiga sig'maydi. Sababi undan ham yomon tugashi mumkin edi-yu, deydi faylasuf. Do'stimni tanimaganlar kibrli deb o'ylashadi. Taniganlar shunchaki biladi. Yaqinlarga juda ishongani uchun ham yaqinlarning nomiga kreditga mashina, telefon oladi. Chunki begonalarga ishonch yo'q hozir. Kelin navkarga 3 ta odam kelganimizga qudalar hayron qolishdi. Yomon xayolga bormanglar. Shunchaki bir kun oldin mashinniklar uni aldab, cho'ntagidagi kortej pulini Real Madrid g'alabasiga tikib yuboribdi. Kiyov, shu iPhone'ni menga bersang, men senga o'zimni telefonimni beraman. Yangi ekran qo'yib bitta zaryadka olsang, yangidek. Har holda singlimni senga berganman. Ha, mayli. Kiyov, mashinani sotib yubordim. Bilaman, nonga chiqib turay deb olgandim, lekin boshlang'ich to'lovga ikkita mashinaga to'lab qo'yamiz-da. Endi singlimni senga berganman o. Ha, mayli. Xo'p. Kiyov, bankdan kredit olsak sani nomingga chotki biznes boshlaganman. Hamma qarzlarni yopardik bitta deganda. Endi singlimni senga berganman o. Ha, mayli. Kiyov, uyini zalogga qo'yib Xitoydan chiqib kiramiz. Men aniqladim. Bitta katta partiya olib kelsak, hamma qarzlarni, mashinalarni ham yana shtatnoydan olib chiqib olamiz. Nima deysan? Har holda singlimni senga berganman. Bo'ldi. Sizingiz bilan ajrashganimga 4 yil bo'ldi. Odamga insof ham kerak-da. Tinch qo'ying meni, qoching. Endi yangi kuyovga o'rgan olmayapman-da. Senga o'rganib qolgandim. Kuyov. Ada, men ajrashyapman. Ey chempion, qaddingni tik tut. Hayot mana shunaqa past va balandlardan iborat. Hali chin sevgini uchratasan. Biz onang bilan seni qo'llab-quvvatlaymiz. Ada, men ajrashyapman. Qayg'urma Anatoliy. Xotin topiladi bolam. Asosiysi hozir 50-50 ursak, esingdan chiqib ketadi hamma narsa. Esingda tursin, onang bilan doim seni qo'llab-quvvatlaymiz. Hozir. Ada, men ajrashyapman.